Hammaga xayrli kun. Hozirga bitta video qo'yib beraman, yaxshilab ko'ringlar, bo'ptimi? Yo'q bo'ladi. Va o'sha 2 oy bo'lgandan keyin bu YouTube kanalimizga kanal tarixini yana 3 kun 4 kun oldin chiqqan video. Yo'q bo'ladi. Mana Xudo xolasa men sizlarga buni isbot tariqasida mana shu ishlar qilsak, kanal tarixi yonishini, Xudo xolasa bugun 13-mart bo'lsa, 10-aprel kunigacha men sizlarga buni bitta darslik qilib, kanal tarixini yonganligini isbotlab berib, Xudo xolasa video darsligini yuklayman. Ungacha siz ham kimni kanalda xuddi shu mana ko'ryapsizlar, ya'ni kanal tarixi 13-mart kuni olganman bu darslikda. Kanal tarixi yonmagan va nima ishlar kanal tarixi yonishi uchun nima ishlar qilish kerakligini kursda YouTube kanalimda darslik qilganman. Bemalol ko'rib olishinglar mumkin. Nima ish qilish kerakligini endi mana ko'rishinglar mumkin. Mana Bonu Ikromovaning YouTube kanalida. Mana bugun sana 16-mart. Mana monetizatsiya bo'limida подать заявку. Mana все, kanal tarixi yondi. Ko'rdinglar? Xo'p, endi sizlarga agar bu darslikni ko'rmagan bo'lsanglar, mana yuqorida mana shu yerda chiqadi, silka, shunday bosib ko'rib olishinglar mumkin. O'tib to'liq, ya'ni kanal tarixini yoqish uchun nimalar qilish kerak. O'sha ishlarni hammasini etapma hammasini ko'rsatib berganman. Menda 7-aprel kuni bo'lish kerak edi. 2 oy bo'lish kerak edi. Ko'ryapsizlar, bugun 16-mart, ya'ni 20 kun oldin, 10 xullas hisoblayapsiz, 17 kun oldin kanal tarixini muammosiz yoqdik. Faqat bu uchun qilinadigan ishlar bor. O'sha ishlarni xuddi mana shu darslikda ko'rib, o'sha darslikdagi hamma narsani sizlar ham qilsanglar, Xudo xolsa 1-1,5 oy ichida bemalol kanal tarixini yo'q olishinglar mumkin. Bunaqangi foydali ma'lumotlarni faqatgina Bunyod YouTube kanalidan topishinglar mumkin. Dars sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, обязательно kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Yanada bundan keyin chiqadigan foydali darsliklarni yo'qotib qo'ymaslik uchun yoki o'tkazib olmaslik uchun kommentariyaga go!